Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun xudo xolasa 10 dollardan 150 ming dollargacha bo'lgan challenge'imizni 11-kuni. Xudo xolasa bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. Qani savdoni boshlaymiz. Mana xudo xolasa savdoni boshlayapmiz. Ko'p videolarimiz uzoq bo'lib ketib qolyapti. Endi savdo jarayonini tezlashtirilgan kadr qilib qo'yib boraman. Hammasi xudo xolasa real tarzda bo'ladi. Qani savdo boshlaymiz. Bo'ldi, savdoyimiz ham rosa 25 minutda tugabdi. Foyda maqsadimiz 1 dollar 80 sent edi. 2 dollar 26 sent foyda ko'rdik. Bu nimaga foyda ko'rganimizning sababi birinchi o'rinda Alloh shuni peshonamizga yozgan ekan. Alhamdulillah mana erishdik. Mana bu yerda sababini ham qildik. Mana bu yerda analiz Allohga shukr reja bo'yicha bo'ldi. Hech qanaqa razgon bo'lmadi mana. Ko'rsalaring bo'ladi. Tagidan ushalgan, joyida yopilgan. Allohga shukr, mana analiz o'tgan safar aytayapman, trader nimaga trader? Shu xatolar orqasidan, shu xatolar qilib, shu tajriba yig'ib, mana shuning orqasidan foyda ko'radi. Mana o'tgan safar men zarar ko'rdim, mana reja bo'yicha savdo qilib, bu ham foyda. Allohga shukr, bugun ham foyda bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muhimi obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Bu qanaqa reja, savollaring bo'lsa, birorta takliflaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Erinmasdan xudo xolisa o'qib chiqaman.